Qizilchinlar yana bir marta yuvib ko'rsataman. Yangi tovarlarimiz kelgan. Mana zakazlarimizga kelgan trosbresletimiz. 30 grammli. Qalingini juda chiroyli ko'rinadi, xudo xolasa. Mana necha kundan beri bu qizarib, shunday bo'lib turibdi. Hozir yuvib chiroyli qilib ertaga egasiga jo'natamiz. Ertaga to'ylari bor ekan. Qizilchinlar, kulonchiklarimizga qarangizlar mana. Mana birinchi marta kulonchikdan olib keldirishim, dumaloqdan, etir burchagidan. Lola kulonimiz. Juda ham chiroyli narsa ekan. Keyin bittasini sirazi jo'natib yubordim, imkon bo'lib qoldi. Faqat qizlarjonlar kulonchiklarimizda zargar pechatlari urilmas ekan. Ezilib ketayotganligi uchun urilmayapti ekan. Umuman farq qilmaydi. Hech kim sizga endi pechatigacha ko'rayin demasa kerak. Mana endi o'zlaringiz bilasizlar. Yuvib hozir chiroyli qilib qarang. O'zi suvga solgandan qarang qanday yaltillab ochildi. Qizarib yotganida mana. Mana qarang. Telefonimni yangiladim. Hozir judayam tiniq ko'rinyapti. O'zim ham xursand bo'lyapman. Mana qarang. Hozir buni ham yuvamiz. Kulonchiklarimizga yuvamiz. Limonlik zatamni yaxshi erib oldim mana. Bu ishqalashani shart emas. Bir so'sangiz o'zi yaltiratib beradi. Qarang. Yaltirashni qarang. Mana. Bular ham qarang qanday yaltillab ketdi. Mana qip-qizil bo'layotganida hozir sirib chiroyli ketib qoldi.